qishloq va men quruvchilar jang o'tkazamiz. Lekin biz quradigan barcha narsalar tiriladi. Biz esa bugun juda ham ko'p quramiz. Hattoki buni ham quramiz. Bularni hammasini o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha ko'ring. Jangimiz 3 ta raunddan iborat bo'ladi. Mavzularni esa ko'rib turibsiz. Agar sizlarga hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, bir narsani so'ramoqchiman. Qishloq va men xuddi shunday Minecraftda ajdarni yo'q qilishimizni xohlarmidinglar? Ya'ni qurgan narsamiz nega bo'ladigan Minecraftda. Ishonavering, bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Bu video ostida 40 mingta like yig'ilgani zahoti biz buni qilamiz. Va izohlarda kimning qurgan maxluqlarni sizga ko'proq yoqqanini yozib qoldiring. Sizlar bilan esa Artifakt va qishloqqa yoqimli tomosha tilayman. Bular esa mening sirli Telegram kanalim a'zolari. Ularga katta rahmat yordam uchun. Tfu nafik. U jangni boshlaymizmi o'zi mag'lubiyatga tayyormisan-a? Ye oldimga kelma, koronavirus bo'lsa-chi, siydabi shunaqa narsalar ham bor endi dunyoda. Qishloqqa shu narsa ham esdan chiqarkanmi? Sen birinchi qanaqa maxluq qurishingni o'ylab qo'ydingmi allaqachon? Qachongina o'ylab qo'ydim. Saniki kim bo'lsa ham yo'yib tashlaydi. Bilasanmi, o'zi men birinchi nima qilmoqchiligimni, unaqasida bu Minecraftda hech kim yuta olmaydi. Pachog'ali, shunga bu Minecraftda yo'g'idan yasayman-da. Aykuni qara cheksiz bo'lib yotibdi. Shu ham IQ'si bilan maqtanishni qo'ymadi-da. Ham mayli, nima bo'lganda ham biz birinchisiga nima qilamiz bilasizlarmi? Vardan. Minecraftdagi eng qo'rqinchli, eng joni ko'p bosslardan biri. Va men shuni tushunib yetdimki, mendan umuman quruvchi chiqmaydi. Aytgancha men hozir oddiy vardan qurmoqchi emasman. Men haqiqiy dahshat qurmoqchiman. Umid qilamanki, qishloqqa ham mening vardanimga qarshi tura oladigan tuzukroq narsa quryapti. Yo'q salam qilardi. Agar vardanni hozir kattaroq qurmasam, detallashtirish juda ham qiyin bo'lyapti. Shuning uchun ham vardan akamizni sal-pal kattaroq quramiz. Bu uning asosiy taraqqi bo'ladi. Qop-qoradan sal keyinroq unga detallar qo'shamiz. Faqat hozir qo'l qismiga o'tishimiz kerak. Qo'lni qurish unchalik ham oson bo'lmasa kerak, lekin men harakat qilib ko'raman albatta. Hozirroq qurib tashlaymiz va menimcha qo'lga o'xshadi. Chidasa bo'ladi. Bu tarafga ham xuddi shunday qilamiz va ikkita qo'li tayyor. Vardan polvonning o'rtasida mana shunday yadrosi ham bo'ladi. Men quruvchi emasman. Nima bo'lganda ham endi bu vardanga boshqa vardanlarda yo'q narsalar qo'shish kerak. Masalan, olmosdan shoxlar. Qanday g'oya? Shoxlari ham tayyor. Tezroq mana shu vardanni haqiqatga aylanganini ko'rgim kelyapti. Qishloqqaning bir tinga qimmat bossini yanchib tashlayotganini ko'rgim kelyapti meni. Shuning uchun ham vardan akani boshini yasashni boshlaymiz. Bu bo'yni tanasidan ajralib turishi uchun kerak endi bo'lsa, mana bu yerda uning qo'rqinchli og'zini yasaymiz. Ko'z esa umuman kerak emas. Kim bilsa, vardanning umuman ko'zi bo'lmaydi. Buni tishlarda tasavvur qilamiz. Quruvchilik san'ati menda yuqori darajada. Mayli, endi vardanimizga har xil bloklar qo'yishamiz ajoyib ko'rinishi uchun. Taxminan mana bunday qilib. Sizlar ham bu yerda ikkita ko'z ko'ryapsizlarmi? Va ular bo'lmasligi kerak. Agar bunday